Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimizda yangi tug'ilgan chaqaloqlarning kindigidan suv ketishi haqida bo'ladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarni ko'pchilik onalarimiz birinchi farzandida unga qanday yordam berishni yaxshi bilmaydi. Noto'g'ri harakatlar bilan qornini shamollatib qo'yishi mumkin. Yo bo'lmasam ichi ko'p damlaganidan, yig'laganidan, qorin sohasida og'riq bo'lganligi sababli kindigidan suv oqib qoladi. Keyin onalarimiz qo'rquvga tushadi. Endi nima qilamiz? Kindigidan suv ketdi. Bu xavflimi? Oldini qanday olamiz? degan savollar onalarimizni qiynaydi va kimdan so'rashni bilmaydi. Doktorlardan so'ra olmaydi. Ko'pchilik onalarimiz biladi, lekin yangi tuqqan onalarimiz uncha yaxshi ma'lumotga ega emas. Shuning uchun men ularga juda kerakli bo'lgan bitta ma'lumotni berib o'tib ketmoqchiman. Ularga foydali bo'ladi degan umiddaman. Bu hamma chiqarayotgan videolarim o'zimni hayotim davomida ishlatgan narsalarim. Hozirgi kunda 2 farzandim bor. Allohga shukr. Ikkalasi ham sog'lom. Xuddi men ham birinchi farzandimda unga qanday qarashni yaxshi bilmaganman, chunki o'rgatadigan odam bo'lmagan, yaxshi tushunchaga ega bo'lmaganman. Xudoga shukr, hozir ikkinchi farzandimda uje hammasini bilaman. Qanday, qaysi vaqtda qanaqa vaziyatda yordam berishim kerakligini. Men ham ko'pchilik onalarimizga yordam bermoqchiman. Chunki ularga ham kimdir yordam berishi kerak. Ularga foydam tegishidan juda xursand bo'laman. Va sizlardan kutib qolamanki, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishingizni, menga obuna bo'lishingizni, kommentariy yozishingizni, agar tushunmasangiz to'liqroq ma'lumotni qaytadan aytib beraman. Meni ham kanalim yurishiga yordam bersanglar juda ham xursand bo'lardim va bundan ko'proq videolar olib onalarimizga ma'lumot berishni, keyingi mavzularimizda xudo xolasa farzandimizga kerakli bo'lgan barcha mavzularni olib chiqishga harakat qilaman. Kelajakda ularga kerak bo'ladigan mavzu yo bo'lmasam endi 2 qat bo'lgan onajonlarimiz uchun ham kerakli mavzularni tayyorlab qo'yganman. Obuna bo'lsangiz, ko'proq odamga tarqatsangiz, ulashsangiz juda xursand bo'lardim. Endi asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, bizga kerak bo'ladi Pirix 3% vodorod peroksid bu. 100 ml unaqa qimmat emas. Bo'lsa 10 mingdan turadi aptekada. Paxtaga olasiz buni. Kindigini ochgan holatda ichiga tomgizasiz. Bitta ikkita tomgizsangiz, o'zi ichida bakteriya va zamburug'lar bo'lsa, uje ko'pikchalar paydo bo'ladi. O'zi ko'rasiz. Bir 10 minutlar turishi kerak. Uje ko'pikchalar nima bo'ladi? Yana quyasiz orqasidan bitta ikkita tomchidan. Keyin uni yaxshilab artib olasizda. Ustini paxta bilan yopib qo'ying iloji bo'lsa, chunki bolajonlarimiz kindigi juda tez shamollaydi. Shuning hisobiga ularni og'ritib qo'yishimiz ehtimoli bor. Lekin buni umuman zarari yo'q. Doktorlar ham tavsiya beradi. Doktoringizdan so'rab ishlatsangiz ham bo'ladi. Kindilarni bitishga yordam beradi, oddiy jarohatlarga. Undan tashqari ham juda ko'p ma'lumotlari bor buni. Men faqat hozir sizlarga kerakligisini aytib o'tmoqchiman va keyingi mavzularimizda albatta ularni ham qo'shishga harakat qilaman. Hammaga rahmat, obuna bo'lish esdan chiqmasin.